Hurmatli Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, hurmatli O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim vaziri, men ijtimoiy tarmoqlar orqali sizlarga murojaat qilib, shuni bildirmoqchimanki, men O'rta Machay mahallasidagi Xo'jadiya qishlog'ida 14-maktabda boshlang'ich sinfda dars berib kelaman. Murojaatim mazmuni shundan iboratki, joriy yilning sentyabr oyidan to hozirga qadar qishloqdoshim Odinay Gulbahor menga nisbatan har xil tuhmat qilib kelmoqda. Odinay Gulbahor 2-sinfda o'qiydigan o'g'li Jumaqulov Sunnatullohni o'qituvchi Hayitova Yulduz urib yelkasini sindirgan deb Boysun tuman ichki ishlar bo'limiga, viloyat ichki ishlar bo'limiga, qolaversa ijtimoiy tarmoqlarda bir necha marotaba chiqishlar qilib, mening jamoat oldida, qishloq aholisi oldida, ommada tuhmat qilib, sha'nim, qadr-qimmatimni paymol qilib kelmoqda. Bu borada Boysun tumani ichki ishlar bo'limi, tuman prokuraturasi, viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov takroran 2 marotaba tergov harakatlarini tashkillashtirib, xolislar ishtirokida o'rganib chiqqan hurmatli Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev va yuqori turuvchi organlar, qonun egalari, men ayol o'qituvchi, qishloqda yakka yolg'iz o'qituvchi sha'niga fuqaro Odinayeva Gulbahor boshqa parda ortidagi ziddiyat, adovatlariga asosan yog'dirgan tuhmatlari uchun unga nisbatan qonun bandlariga asosan chora ko'rishingizni so'rayman. Birinchidan, Odinay Gulbahor tuhmat, shantajlari uchun davlat tomonidan qilingan sarf xarajatlarini qonuniy tartibda undan undirishga amaliy yordam berishingizni so'rayman. Ikkinchidan, Odinay Gulbahor o'z o'g'li Jumaqulov Sunnatullohni 3 oydan buyon garchi ta'lim majburiy bo'lsa-da, maktabda qo'ymaganligi uchun, maktab ma'muriyatiga hech qanday maktabga kelmaganligi uchun, hujjat taqdim etmagani uchun unga nisbatan qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Uchinchidan, men o'qituvchi Hayitova Yulduzning o'qituvchilik sha'nim, qadr-qimmatimni paymol qilganligi uchun, ishlash kayfiyatimni, oila a'zolarimni tinchligini buzganligi uchun Odinay Gulbahorga nisbatan chora ko'rib, menga yetkazgan moddiy, ma'naviy zararlarini to'lab berishingizni so'rayman.